Hammaga salom, sizlar bilan Speaker Boom va bugun sizlar bilan o'sha 3 oy kutilgan 78-epizodni tahlil qilamiz. Siz bilmagan detallar va shuningdek o'z fikrlarimni aytaman. Siz yaxshilab o'rnashib oling. Biz esa boshladik. Epizodni boshidanoq biz kameramenlarni vaqtinchalik bazasini ko'rsatyapti va bizga yangilangan kamera toiletni ko'rsatyapti. Qachonki unga qurol o'rnatganda, u sariq rang emas, ko'k rangga aylandi. Ko'k rangga aylanganning sababi energiya qayerdan kelsa o'sha rangga aylanadi. Masalan, Skibidi toiletlarga o'rnatsa sariq bo'ladi. Agar TV menlarga o'rnatsa binafsha rang bo'ladi. Kameramen Speakermenni oldiga keldi va odamlarni biri unga aytdi: "Kim bo'lishingizdan qat'iy nazar rahmat. Sizning yordamingizsiz biz tirik va sog'lom bo'lmas edik", dedi. Yonidagi negr aytayapti: "Meni go'shtim tayyormi?" deb. Boshqasi esa javob beryapti: "Pishirish uchun ko'p vaqt talab qiladi." Bu aslida hazil tariqasida streamer steykka belgi, tepada esa uzatish xatosi degan yozuv paydo bo'ldi. Menimcha bu narsani sirli agent qildi. Chunki avval ham u shunga o'xshash fokuslar qilgan, keyin esa o'rtada yozuv paydo bo'ldi. Sizning joylashuvingiz xavf ostida. Darhol chekining. Menimcha rostdan ham bu fokusni dafuq qilgan yoki olim TV-men qilgan. Va yozuvlar chiqqandan keyin Astro Toilet birdan hujum qildi va bitta zarba orqali butun bir bazani buzib tashladi. Keyin u odamni oldida uni yeyishni boshladi. Keyin esa Astro Gertsaginya keldi va u ham odamni yemoqchiligini aytdi. Yangi Astro unga odamni berdi va qanaqa ekan odamning go'shti dedi. Astro Gertsaginya esa pishirish kerak dedi va odamni uloqtirib yubordi. Keyin esa kameramen qurolni oldida Astro Gertsaginyaga o't ochishni boshladi. Qachonki Astro Gertsaginya himoyasini yoqqanida, uni ko'zlari qizil rangda yondi. Agar to'g'ri tushunsam, himoya qandaydir energiya sababli keladi. Avval ham buni bilgan edim, lekin ko'zdan energiya kelishini bilmasdim. Astro Gertsaginya kameramenni ustidan kuldi. Keyin Astro Kalamush kameramenimizni o'ldirdi. Kamera o'chgandan keyin bizga TV bazani ko'rsatyapti. Keyin TV olim, vaziyat juda jiddiy. Biz titanimizdan ayrilganimizdan keyin dushmanlar bizning kameramizga ulana olmoqda, dedi. Keyin esa aytdi: "Bizning ko'pincha sirli joylarimizni bilib olishdi", dedi va televizordagi oxirgi kamera ham o'chdi va TV olim yana gapirdi: "Biz darhol razvedka ma'lumotlarini etkazib berishni to'xtatdik. Endi esa hammasini vaqt ko'rsatadi. Bizni hammamizni topgunicha", dedi va qora ekran paydo bo'ldi va TV biz endi kuchsizlashib qoldik va bizga prototip kamerani yuzidan ko'rishni boshladik va TV olim yana bilat gapirdi: "Sharqiy Yevropada birlashgan tadqiqotchilar guruhi bor, ularning holati noma'lum", va yana gapirdi: "Sizlar qo'lingizdan kelgancha hammani qutqarishga harakat qiling. Agar ular hali ham tirik bo'lsa, eng asosiysi o'lib qolmang", dedi va bu vaqtda olim kameramen Skibidi Sigmaga kamerani o'rnatdi va Sigmabek 3 ta negrlarga gapirdi: "Sizlar bazada qolasizlarmi?" TV menlar esa aytdi: "Hozir yoki hech qachon biz tashqariga chiqamiz", dedi. Aytgancha, mana bu TV menni 77-epizodda ham ko'rgan edi. U yangilanish olibdi. Xullas 3 ta nefrlar teleport qildi. Gigant TV men, "Bu yoqqa kelinglar, hoziroq ketamiz", dedi. Bunga javoban Arralik mutant aytdi: "Quchoqlashib ketamiz". Gigant TV esa javoban: "O'yin kulguga vaqt yo'q", dedi va Arralik mutant bir joyini ushladi. Gigant TV men aytdi: "Biz endi o'shanaqa bolalarga o'xshaymizmi?" dedi. Arralik mutant "Ha" deb javob berdi. Gigant TV esa: "Men unday deb o'ylamayman", dedi. Va Gigant TV aytdi: "Sen bu joyni bilasanmi? Bu kelajakmi yoki bu oldinmi? Zulot ichida nima bor? Uning sirti uzoq qolsa nima bo'ladi? Jeffrey kichik hiylanayranga qarshi emas. Tayyor tur, manzilga yaqinlashyapmiz. Juda ham yaxshi vaqt", dedi va uning koncheni dialogi tugadi. Arralik Gigant jangni boshladi va u jang qildi. Biz bildikki unga 2 ta tepadan qurol va 2 ta pistolet beribdi. Xullas, Gigant TV men qulayotgandi. Biz YouTube'ning logotipini ko'rishimiz mumkin. Xuddi shu narsani 33-epizodda ko'rgan edik. Karotchi TV men Astroni o'zining orqadagi qo'li bilan Astroni boshini aylantirib o'ldirdi. O'ldirib bo'lgandan keyin Arralik mutant "Yaxshi ish do'stim", dedi. U esa orqanga qara. Ahmoq, orqasidan bitta Astro keldi. Uni osonlikcha o'ldirdi, lekin orqasidan yana bitta keldi. Arralik mutant pastga quladi. Keyin Larry ismli TV men uni qutqarib qoldi. "Nega Larry deyapsan?" deyishingiz mumkin. Javob oddiy. Spoilerlarni birida uning ismi yozilgan edi. Shuning uchun u endi Larry. Xullas, u Astroni o'ldirdi va o'zining televizorini Astro Toiletni boshiga o'rnatdi. Va keyin Arralik mutant aytdi: "Come back, mime, Skibidi Sigma!"
va hammayoq enasinikiga kirishni boshladi. Rizler mutant Larrini olib konteynerni tepasiga qo'yib qo'ydi va ular hammasi teleport qilayotgandi. Lekin bizning operator Astro Toiletni sezib qoldi va teleport qilishni o'rniga do'stlarini qutqarib qoldi. Agar ular hammasi teleport qilganda, Astro kalamushlar kameramenlarning bazasini topib olardi. Xullas, gigant astrolar kelishni boshladi. Arralik mutant o'zining o'lishini bilardi. Lekin u qochishni o'rniga shunchaki astrolar taraf yurdi va bizga anavi epizodni boshidagi kalamush keltotganini ko'rdik va bizning mutant unga o't ochishni boshladi. Lekin bu kalamush ancha tez ekan va arralik mutantning qurollariga bemalol chap berdi. Xullas kalamush uni oldiga bitta sakrash bilan keldi va arralik mutantni o'zing quroli bilan zarba berishni boshladi. Oxir oqibat kalamush oxirgi so'zini aytishini so'radi. Bizning Sigma esa ishonish qiyin. So'nggi bor ko'radiganim sening jirkanch afting, onasini emsin. Lekin so'nggi soniyalarda spikermenlarning armadasi yetib keldi va bizga birinchi bo'lib yarim titanni ko'rsatdi. Ya'ni ismi Executor. Da g'alati eshitilishi mumkin. Daft Boom o'zi bu ismni aytdi. Men emas, ismining tarjimasi ijrochi ekan. Xullas Executor kalamushni ezib tashladi, lekin o'ldirishga ulgurmadi, chunki katta astro kelib qoldi. Lekin spikermenlar tezda astrolar bilan hal qilishdi, lekin kalamush qochib ketdi va yana kattaroq astrolar keldi. Ularni hammasi Lard spikermenlar hal qildi, yana ko'proq astrolar keldi, lekin ularni endi Speaker Woman hal qildi va quroliga qarasak, quroliga qaramela gunoh. Rostdan ham yaqindagina pasa kuni bo'lgan edi, ya'ni xristianlar uchun bayram, lekin bitta oddiy bayramiga belgi qoldirib katta miqdordagi obunachilarni yo'qotishi mumkin. Belgiligi mayli. Endi daxviy epizod mana shu qurolga qarashga majbur bo'lamiz. Daft Boom ko'pchilikning hurmatidan qoldi. Xullas, yana astrolar o't ochishni boshladi, lekin bu safar Strider Spikermen o'ldirdi va o'zini zo'rman deb o'ylagan Spikermen kelib qurolini plyuschaga aylantirdi. Quroliga qaramanglar gunoh. Xullas, epizodning oxirida eng gigant astrolar yetib keldi va epizod tugadi. Endi teoriya balobatlarga o'tsak, birinchidan, gigant TV-men teleport qilayotgandagi narsa nima edi? Menimcha bu o'tmishdan bir parcha, xuddi shunaqa narsa 77-epizodning full versiyasida ham bo'lgan edi. Bizga arralik mutantning tarixini ko'rsatishdi. Yana bir tushunarsiz narsa. Xuddi o'sha Kedirdan keyingi ko'rsatilgan TV-men kim edi? Menimcha bu Daft Boomning eng eski animatsiyalarida ko'rsatilgan TV-men bo'lishi mumkin. Agar sizda qandaydir teoriya bo'lsa, bemalol yozishingiz mumkin. Va yana o'sha kadrda Large TV-men oddiy tilda gapirdi. Odatda u teskari gapirardi. Qachondurlar Daft Boom aytgandi, TV-menlar oddiy tilda gapira oladi, lekin ular ahmoq deb aytgandi. Menimcha sizlarda boshqa savol qolmadi. Agar sizda savol bo'lsa, kommentga yozishingiz mumkin. Men javob beraman. Endi epizod haqida fikrimni aytsam, menimcha bu epizodni qilgandan ko'ra qilmagani yaxshi edi. Daft Boom rostdan ham Kachestvani yaxshilagan, lekin epizodning animatsiyasi xuddi 1 yil oldingi fanmeydlarning animatsiyasiga o'xshaydi. Aytgancha epizodni o'zi qilmagan. Opisaniyani o'qisak, unga Dave From Ogayo va Strider yordam bergan. Menimcha animatsiyani ham Dave From Ogayo qilgan, chunki animatsiya stilistikasi juda ham o'xshash va grafika ham. Endi Daft Boom 4K Kachestvada qilyapti, o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Menimcha baribir ham animatsiyani Daft qilgan bo'lsa kerak, yana bilmadim. Shuningdek, Daft Boomning asosiy admini aytdiki, epizodlar endi tezroq chiqadi deb, lekin bu so'ziga ishonishga ham arzimaydi, chunki har safar shunday deb aldaydi. Biz 14 daqiqalik hech narsani hal qilmaydigan epizodni ko'rdik. Spikermenlarni armadasidan tashqari hech narsa qiziq bo'lmadi. Shuningdek, syujetdan sal uzoqlashmadik. Bu epizod 76 va 75-qismlarga o'xshab ma'nosiz. Xullas, agar epizodni baholasam, 10 dan 7 ball beraman. Bu epizodda eng qiziq narsa bu faqat grafika va yarim titan Spikermen va yana Daft Boom yangi posterlar joyladi. Tiniq Kachestvada mening Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Xullas, agar sizga videoyim yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying va kanalimga ham obuna bo'ling. Shuningdek, men Telegram kanalimda Skibidi Toiletga oydin xabarlar tashlab turaman. Hammaga xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha.